Qur'oni Karimda 3 ta narsa juft kelgan. Bittasi siz, ikkinchisini qabul qilmayman degan. Qabul qilmaydi Alloh taolo. 3 ta narsa juft. Birinchi juftlik. Atiulloha va atiur rasul degan. Qayerda Allohga itoat qiling degan oyat buyruq kelgan bo'lsa, orqasidan rasulga ham itoat qiling bor. Kim faqat Qur'onga ergashaman desa-yu, sunnatlarni, rasulullohning hadislarini qabul qilmasa, buni Allohga ergashaman deyishi yolg'on. Bittasi bu. Ikkinchisi va aqimus solata va atuz zakata kelgan. Namozni qoyim qiling, zakotni ado qiling. Bir kishi namoz o'qisa, zakot bermasa, zakot bersa, namoz o'qimasa, bu ikkalasi ham qabul emas deydi. Uchinchisi va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana degan. An ishkurli va li validayk degan. Menga shukr qil, ota-onangga shukr qil degan. Alloh hukm qildi o'ziga ibodat qilishlikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Allohga ibodat qilish bilan ota-onaga yaxshilik qilish juft kelgan. Kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilmasdan 5 vaqt namoz o'qiyotgan bo'lsa, to bu yaxshilikni joyiga keltirib bo'lguncha u qabul bo'lmaydi.